不是一个天生美人妃子，可是我并没有半点自卑。因为隔壁董事爸妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美，答案没有绝对，要用心灵去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活，快乐让人变得美。You got me beautiful too, you got me beautiful, you got me beautiful too, you got me beautiful. 小弟ның сырлық кәчірміші. Болды. Yana baraqla. Ey qizcha, öpkünüzni tekshiramiz. Suratga tushyapman deb qoldingizmi, ha? Qamlashmagan. Ha, normal ekan. Yana biranglar. Meningmi shu o'xshashgan, ha? Meningmi shu? Shundaqmi o'xshash bo'ladi deyman. Ishqimizning qantipimiz bekan. Dadi bizning qizimiz bo'lgandikan, albatta uningmi be bo'ladi-da. Shundaqmi ya? Men dadam opamlarning o'z bolasi emas o'xshamamdi. Men keldim. Dada. Apa. Aja. Shodi, nim bo'ldi? Ajang har qayta muhabbatda o'ngsizlik uchirganda mushundaq bo'lib qoladi. Muhabbatda o'ngsizlik uchirdingmi ya? Bo'ldi, tamoq yenglar. Shodi, sinf mas'uling telefon qildi ekan, maktabdagi ishlarning hammani deb berdi. Hammani bilib bo'lsizlarda. Shunga opam degan sen yoqtirdigan qorimlarni qo'ridi. Shu, tamoq yeb bo'lgandan keyin. Bo'ldi, yemayman. Ularning bag'rini nimanik tashdi. Ularning o'z ota-onam emasligini endi bilsam, oxirgi bir vaqt tamoqni yeymiz deb yuraydi. Yeb bo'ldi, bek o'xshabdi. Dada, bayan nim degan tong shavdi yig'lab ketdi-ku. Hech nima demagan, tamoqni yeb bo'lgandan keyin tatliq turum yeymiz demoqchidim. Uning oxiri g'ayratga kelib, o'g'il sag'izg'ini taqdirlash uchun yerim kun avar bo'lib, burmunch qo'rim qo'risam, nimaga xafa bo'lib yig'lab yuradigandu? U eng amrak butun kala kavbi tayyorlashni unutib qoldingizmi ya? Yo'q, butun kala kavbiga siz amrak. Dadi, singlarni chaqir, chiqib tamoq yesin. Ma'qul. Shodi, nimishq tamoq yemay bu yerda hanviqib o'tirsan? Yura, chiqib tamoq ye, ha? Birasi bo'zaq qilgan o'xshamamdi. Degina kim u? To'g'ri bir advini berib qo'yay. Raslimga yordam qilamsan? Albatta. Kim seni mening singlim bo'lib qolsin debdi. Ay, kichik vaqtimda sen qanday yordam qilganim esingdimi, ha? Kichik vaqtimda
bozaq qilmoqchimi? Seni hech kim bozaq qilman demadi. Çolpanlar kartası aladigan puling yetmadi-ku deyman, ha? Men aytja, mushunchalik ish ham shundoq qilamsan. Nima ag'in kes shuni al. Şavdi, ben sana bek amrak tat varaq pulga bir varaq pulni tegishemdi. Şavdi. Bo'ldilar, navodi men rasulisining o'z sonliq bo'lgan bo'lsam, mendan hargiz yushurmayding. Qizib qo'rqamabsan bo'lmasa, o'z sonliq deb shiraysan-ku, nimdigining bu? Bo'ldi, men sendan yushurmay. Ayt singilligimizning yuzini qilib, sen rost gapni dey. Men rastilisini. Rasli meni degizmoqchimi? Degina. Rasli bilgin bormi? Bilgin bor. Men sening asling emas. To'xta. Sen rostda o'z singlim emasmi? Burilib bilganti. Burilib bilganmidi? O'z inimligingni burilib bilgan. Gerçi qandaşlıq münasibati bo'lmasimi, lekin cho'nqir muhabbati bor-da. Shuncha yil birga turgan tursa, ayrilishga qandoqmi ko'z qiydi. Qandaşlıq münasibati bo'lmasimi? To'g'ri. To'g'ri. Qandaşlıq münasibati bo'lmasimi, lekin hikoyani nihoyat yaxshi to'qidi. Ayol personajlar rolini yaxshi oldi. Meningcha bu televiziya teatri cho'qim mukofotga erishdi. Bo'ldi, 8-hamma. Endi men tamoq itay. Aytib qaranglar. Hozir mushunda boshqa amal yo'q. Shunda qilishga ko'nglim unamdi, dada deb baqa. Uningdan voz kechmay nima amal deysan? O'tirib qo'ymaslik uchun bu otdan voz kechmay bo'lmadi. Shundaqmi? Meni o'tish uncha oson emas. Dadi, kela bir qo'l shaxmat o'ynayli. Kela. Dada, to'xtab tur. Shodi bu Shodimiz bakla hamoq etgan. Uning sinib mas'uli telefon qilibdi. Oldingi qaytim qon tekshirtganda u boshqalarning tekshirish qog'ozini elib olib, boshqalarni toza avor qilibdi emasmi? Apa boshqalarning gapini qo'yib turgan Shodi yo'qtirdi. Nima? Shodi yo'qtirdi? Shodi? Uni darhol izlaylik. Xotin, bay uni boshqalarni avor qilibdi deb aytdingiz, nima bo'pti? Ota-onamning o'z bolasi emaskanman deb uydan chiqib ketibdi. O'tganda uni tomoq yegin deb chaqirsam, men sening o'z sonliq emasligini bekor emaskanda, men telefonni maza qilganman deb o'ylamay qoldim deyman. Shodi! Shodi! Topaldinglarmi? Yo'q. U nega ketgandi? U bardigan yerlarning hammasiga bordim. Aytinglarchi, u do'stlari bilan o'ynab, kechrak qaytib kelarmi-ya? Kimni o'ynag'ili chiqqanda xat qoldirib qo'yib, yuktoqlarni ep ketdi. To'g'ri, u eng yaxshi ko'radigan o'rindiqni birga ep ketdi, dehi. Odam najib asratdi. Voy, nima? Shodi hodisini yo'qitdimi?
Tinchodining uydagilarimi? Hammanglar darhol qon tekshirtinglar. Doktor, qizim nim bo'pti? U bu suratni olaman deb yo'l-yo'liga tushib ketdi. Uningga darhol qon solmasak bo'lmaydi. Tez bo'linglar, tez. Shodi, o'shaga keldingmi? O'sha keldinglarmi? Dada, sen nimaga kelding? Qondagili, doktorning deyishicha, ikkimizning qon tipimiz o'xshashga, sana hozirlik qon beraman. Yo'q dada, mening qon tipim A, sening B. Qon bersang bo'lmaydi. Ahmoq qiz, sinf mas'uling telefon qildi. Xatolashib boshqalarning tekshirish qog'ozini ilib olibsan. Sening qon tiping B ekan. To'g'ri, qon tiping biznikiga o'xshaysa, mening o'z singlim hargiz sanolmaysan. Rostmi? Albatta, ishqinglar mening o'z qizim, hargiz xato emas. Navada men sening o'z qizing bo'lmasam, opa, meni yana burunqidek yaxshi ko'ramsan. Albatta qizim. Ammo sayliq kuni telefonda qandaylik munosabat yo'q, ayrilib ketadi degandek gaplarni qilib o'tarding. U qandoq gap? 8-hammom bilan kinoning gapini qilishayotgan tuq emasmi? Asli mundaqkanda. Hiliq surtim qani. Mana ahmoq qiz, sen mangu mening tatliq umoq qizim. Doktor yana nim bo'ldi, bir chataq chiqdimi? Qanimda masala bormikan? Yo'q, boya xatolashib uning qinini sizga urib qo'yibdiman. Keling, qaytaveraylik.可是我并没有半点自卑，天爱口地都说爸妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美，答案没有绝对，要用心灵去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活，快乐让